Ana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini qayta eshitib ko'raylik. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. Qiyomatda banda birinchi hisob qilinadigan narsa uning namozidir. Endi Allohning rahmatiga qarangki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. Agar namozi durust chiqsa, qutulibdi va yutibdi. وإن فسدت فقد خاب وخسر. Agar namozi durust chiqmasa, yutqazibdi. Ammo har birimiz ham ba'zi namozlarimiz mukammal ado qilinmagandek his qilmaymizmi? Demak, Alloh birinchi namozingizga qaraydi va aytadi: هل لعبدي من تطوع؟ Bandamning nafl namozlari bormi? Tasavvur qiling. Sizni javobgar tutib turgan zot Alloh taolo siz uchun allaqachon uzrlar yaratib, chiqish yo'llarini qilib qo'ygan. Demak, Alloh nafl namozlarini keltiring va farz namozlaridagi kamchiliklarini u bilan to'ldiring deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam يكون سائر عمله على ذلك. Alloh barcha amallaringiz bilan shunday muomala qiladi deganlar. Shunday Ramazoningiz keltiriladi. Alloh subhanahu va taolo bu bandamning nafl ro'zalari bormi deydi va farz ro'zalaringizni nafl ro'zalaringiz bilan to'ldiradi. So'ngra zakotingiz keltiriladi. Alloh bandamning sadaqalari bormi deydi va u zot zakotingizni nafl sadaqalaringiz, xayr ihsonlaringiz bilan to'ldiradi. Va u zot barcha amallaringiz bilan shunday qiladi. Alloh subhanahu va taoloning arsh soyasidagilar, muqarrablar, Allohga yaqin kishilar yodingizdami? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Alloh shunday deydi: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Bandam menga farz namozlari bilan yaqinlashganchalik boshqa narsa bilan yaqinlashmaydi. Keyin nafllari bilan yaqinlashaveradi, hatto oxiri men uni yaxshi ko'rib qolaman. Qurb Allohga yaqinlik demakdir. Barchamiz qiyomat kunida muqarrablardan, Allohning arsh soyasida bo'lishni istaymiz. Qurb avvalo farz amallar bilan qozonilar ekan. Bundan so'ng nafllar ila. Va agar a'zolardan yuz burayotgan ekansiz, u zotga yaqin bo'lishga bundan boshqa hech qanday yo'lingiz yo'q. Va agar namozning rohatini, lazzatini his qila boshlasangiz, siz bir kunda 5 mahaldan ko'proq namoz o'qiy boshlaysiz. Xushuli har bir namoz o'zidan keyingi namozning xatolarini kamaytirib, kamchiliklarini yo'qotishi muqarrar. Shunday qilib namozlaringiz yaxshilanib boraveradi va ko'proq namoz o'qiy boshlaysiz. Ibodatlaringizda nuqson kamayib, sifat oshib boradi va shu bilan birga namozlardan rohatlana boshlaganingiz uchun son ham oshib boradi. Bu degani qolib ketgan nuqson kamchiliklarni to'latish uchun ham nafllaringiz ko'payadi. Va qiyomat kunida ularning har biri 5 mahal farz namozlar, sunnat namozlar, tarovihlar, tahajjudlar nur ko'rinishida siz uchun hujjat, go'zallik va najot bo'lib keladilar. Demak,